Mana biz o'sha asos bo'yicha qilayotgan ishimizni qilib oldik. Menga xohlasanglar, o'zingizlar modellashtirayotganingizda xohlasanglar menga o'xshab chopli qilinglar. Xohlamasanglar anaqa qilib olinglar. Boshqa matodan, qorami, yana nimadir matodan ishlab olsanglar bo'ladi. Men bu chopga ham ko'rsatib berishim kerak bo'lgani uchun mana shuni tanladim modelirованiyega. Demak, agar xohlamasanglar modelирование qilmanglar. Iloji boricha o'rtasidan xohlasanglar rasechka berib olinglar. Iloji boricha o'rtasidan boshlab tikishimiz kerak. Endi bunisini ulaymiz. Buni ham xuddi shunaqa o'rtasini rasechka berib, mana shu o'rtasidan boshlaymiz. Mana qizajonlar, biz o'sha detallarimizni qilib bo'ldik. Endi qiladigan ishimiz nima qoldi? Juda ham oson ishlari qoldi. Orqa agar chokli bo'ladigan bo'lsa, orqa chokini ulaysizlar, keyin yelkalarini ulaysizlar. Ribani tikishni men oldingi videolarimda ko'rsatganman va manjetini tikamiz. Voila, qarabsizlarki, koftamiz tayyor. Qizlar, demak manjetiga yetib keldik. Manjetini ham men bu qolib ketdi, uvol bo'lmasin deyman. Mashindan qora qoldi deyotgandim. Manjeti demak bizda tayyori 15 sm bo'lyapti. Xo'p, nima qilamiz? Mana bu matoyimizni boricha endi amallaymiz. Xudo xolisi. Boricha amallaymiz. Nasib qilsa. Demak, bizda tayyori 14-15 bo'ladigan bo'lsa, chok haqi 0,5 u yoqqa ketadi, bu yoqqa 17 sm deylik. Mana bor, mendan nima ketadi? 18 sm. Mana 18 sm anaqasini bo'yini oldik. Hozir. Ana endi bizda mana bu anaqasini kengligini, yengimizning kengligini 14 chok haqisiz bo'ldi. Demak 15 общий hisobda olar ekanmiz. Hozir buni yana bu yoqqa azgina surar ekanmiz. Mana. Qaranglar. Endi bu azgina manbitga nima qilish kerak? Ingichkalashib ketish kerak, chunki manbitimizni bilagimizni kichkinaga to'rtburchak qilib qo'ysak, hozir manbitimiz xilpillab qoladi. Shuning uchun nima qilamiz? Demak, bilagimizni aylanasi o'zi meniki 10 bo'lardi, chok haqqi bilan 13 olaylik, men bori 12 olamiz. Mayli, anaqa bo'lib turursin, to'g'ri bo'lib turursin. Mana. Demak, men bu manjetini anaqa ekanmiz, bundoq qilib kesib olamiz. Keyin mana oddiysi bor-ku, qavilmagan. Oddiysidan yana astaran bichib olamiz. So'ng buni ulaymiz. Buni tikayotganda mana bitta oddiy astari. Birinchi bo'lib bu yog'ini tikib olamiz, keyin общий bundoq qilib bu yog'ini tikib olamiz. Mana manjetimiz tayyor. Qizlar, shu yerda primerka qilib olasizlar. Qo'lingizlar normalniy kirib chiqyaptimi yoki yo'qmi? Voy, sal kattaroq ekan menga. Sal ingichkalashtiraman hozir. Faqat mamtin tikmasinglardan oldin shu ishni qilib olinglar. Mana, endi normalniy. Endi normalniy. Endi bu yog'ini tikamiz, so'ng bunga ulaymiz. Ulayotganda mana shu choki, mana bu chokida turishi shart. Mana chokini chokiga qo'yib olamiz-da. Bo'ldi. Tikib ketamiz.
Mana bo'ldi. Hozir shuni dazmol qilib yuboramiz. Keyingisini ham ulaymiz va bo'ldi. Tayyor.